er xotin ajrashayotganda bola kimda qoladi? Erdami, xotindami? Shu mavzu ko'p aylanib qoldi internetda. Ajrashib bola kimda qoladi? Aliment kim to'laydi? Ajrimga ariza berildi, pulini kim to'laydi degan savollardan oldin er xotin uylanishdan oldin ajrashmaslikni tashvishini qilib uylanish kerak, nikoh qurish kerak. Ana shunda oilasi yaxshi bo'ladi. Uni tashvish qanaqa bo'ladi? Ayol kishi o'ziga savol bersin. Men erimga 100% itoat qila olamanmi, yo'qmi? 100% itoat qila olsagina keyin nikoh qursin, bo'lmasa tayyorlasin o'zini. Erkak kishi bo'lsin, ayolini 100% hurmat qila oladimi? Xudo va Rasuli buyurgandaqa oila jamiyatini qura oladimi? Agar qura olsa uylansin, bo'lmasa tayyorlansin o'shalar. Ota-onalar ham bunga mas'uliyatli bo'lsin. Mana savolning javobi qayerda, do'stlar? Uylanib, ajrashib, arzimagan sabab bilan ajrashib turib, bola kimda qoladi degan savolni ko'tarishdan oldin, nikohdan oldin er va xotin tayyormi yoki tayyor emasmi? Mana shu savolning javobini topib qo'ygan yaxshiroq menimcha.